Assalomu alaykum, Qarshi stol stullari kanalining obunachilari va stol stul ishqibozlari. Bugun siz aziz obunachilarga stol stullarni zo'rlardan, ajoyiblardan tayyorlab qo'ydik. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, mana shu stol stullar nimadan tayyorlangan, narxlari haqida batafsil yoritib beramiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga bitta dona like tugmasini bosib qo'yasizlar. Biz unda videomizni boshladik. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, mana bu turgan stol stullarimiz turistik fasondagi joziba stol stullarimiz bo'ladi. Buni birinchi bo'lib xon taxtasidan tanishtirishni boshlasak, xon taxtasining razmeri eni 90 sm, uzunligi 180 sm bo'ladi. Materiallariga keladigan bo'lsak, materiallar laminat bo'ladi. O'rindiqlar soni 8 ta. O'rindiqlarning soni materialiga keladigan bo'lsak, materiali o'sha baxmal materialdan ishlatilgan. Pastki qismlarini mana ko'rib turibsizlar, ajoyib ko'rinishga keltirilgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilarimiz, buni narxi 2.600.000 bo'lmoqda. Dastlabkasini xudo xolasa gumlat qilib beramiz. Xo'p, mana bu yerda turgan stol stullarimiz bu sal boshqacharoq ishlangan varianti. Laminati ham boshqacha, mana oq ko'rinishda, bunisi qora, bunisi oq. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi hozirgi kunda 1.600.000 so'm bo'lmoqda. Xudo xolasa dastlabkalarini ham qilib beramiz. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak, buni razmeri eni 90, bunaqasi ham 90. Xullas 90 ga 90 bo'ladi. Pastki qismlari mana 2 profildan chiroyli qilib terib ishlangan. Xudo xolasa bu ancha baquvvat qilib ishlangan, uyaltirib qo'ymaydi. Buni qulaylik tarafiga keladigan bo'lsak, qulaylik taraflari buni o'sha restoran, kafelarga qo'yganda yoshi katta gabaritli insonlarimiz bo'ladi. O'shalarga ham o'tirishga juda qulay bo'ladi, xudo xolasa. Bunaqasi ham keng qilib ishlangan, o'rindiqlari bunaqasi ham keng qilib ishlangan. Xo'p, kraskasiga alohida e'tibor berasizlar. Kraskasi o'sha qirilib ketmaydigan qimmat kraskadan ishlatilgan va materiallari mana o'sha kraskasiga boshlab tilla rangdagi mana palasa o'tkazilgan, turbasiga qarab moslab ishlangan. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana bu yerda mana 6 kishilik fasonimiz. Bu 4 taligi hozir tanishganimiz, mana bu 4 talik, bu 6 talik. Xudo xolasa buni narxi 2.100.000 so'm. Buni ham dastlabkalarini qilib beramiz. Bu ham xuddi o'shanga o'xshagan stol stul bo'ladi. 4 talik o'xshab hozir tushuntirganim o'sha bir xil bo'ladi. Faqat buni narxi 2.100.000 so'm dastlabkalari bilan bo'ladi, xudo xolasa. Bu yerda turgan stol stullarimiz, bu ham shu 6 kishilik stol stullarimiz bo'ladi. Endi hurmatli kuzatuvchilar, bu qanaqa joylarga qo'yiladi degan obunachilarimizga tushuntirib beramiz. Bu o'sha oshxona, kafelarga juda mos keladi. Xudo xolasa buni o'sha darvozaxonalarga qo'yib qo'ysanglar, uylar ichiga darvozaxonalarga qo'yib qo'ysanglar, mehmon kutishga ham juda qo'l keladi, mos keladi. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi bu. Mana ko'rib turibsizlar, pastki qismlarini mana chetlari mana tilla kromga yaltirab turibdi. Mana. Xo'p do'stlar, kimga mana shunaqangi stol stullarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, cheklanmagan miqdorda tayyorlab beramiz. Manzillarimizni eslatib qo'yamiz. Manzillarimiz Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri aeroport yo'lida. Kanalimizda nomer qoldiramiz. O'sha nomerlarga telefon qilsangizlar, batafsil sizlarga stol stullar haqida tushuntirib beramiz. Mana ko'rib turibsizlar. Xo'p do'stlar, keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.